Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun yana bir bizga tushgan murojaat bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Bu murojaat shundan iboratki, ya'ni uzoq muddat foydalanilgan eshitish moslamasini ta'mirlash bo'yicha. Bizga xodimlarimizga eshitish moslamamni ta'mirlab bering deb murojaat qilishganda, xodimlar yo'q, yangi apparat oling deb ularga tavsiya qilishgan va aynan menga qo'ng'iroq orqali sizni xodimlaringiz ta'mirlashni xohlamayapti, yangi apparat sotishni xohlayapti deyishdi. Xuddi shunaqa holatlarni sizlarga tushuntirmoqchiman. Men so'raganimda u eshitish moslamasi 2010-yilda o'zimiz qo'yib bergan ekanmiz va shundan buyon foydalanib kelyapti. Masalan, buzilib turadi, ta'mirlab berardik va yana ta'mirlashni xohlayapti. Xuddi mana shunaqa holatlarga qanday qarash kerak? Ya'ni masalan 20 yil oldin olgan, 15 yil oldin olgan yoki 10 yil oldin olgan eshitish moslamasini doim ta'mirlab bundan foydalansa bo'ladimi yoki yangi eshitish moslamasidan foydalangan afzalroqmi? Shuni mutaxassis sifatida sizlarga tushuntirib beraman. Bunda qanday bo'ladi? O'zi eshitish moslamalari Yevropa standarti bo'yicha, dunyo, jahon standarti bo'yicha shu 1 yil kafolatda chiqadi. Ba'zi holatlarda 2 yil, 3 yil kafolatda chiqadi. Endi bu 2 yil, 3 yil kafolatda chiqqan apparatlar har 3 yilda u yangi olib turishingiz kerak. Unda servis muddat bo'lmaydi. Одноразовый, ya'ni remont qilish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun ularga 3 yil muddat garantiya berishadi-da, 3 yildan o'tgandan keyin yangi eshitish moslamasiga yana almashtirib turishingiz kerak. Endi 1 yil kafolat, 4 yil servis muddati bor eshitish moslamalarida 1 yil bepul xizmat ko'rsatish imkoniyati bo'ladi va 4 yil unga servis, ya'ni qaysidir bir qismi buzilib qolganda, mikrofon, kolonka qismi yoki ichidagi oscillator qismlari qaysidir qismi buzilganda uni almashtirib foydalanish imkoniyatini beradi. Endi bunda muddatdan oshgandan keyin nima bo'ladi? Bundan muddat masalan 5 yildan ortiq foydalanish ham mumkin eshitish moslamasida. Endi bunaqangi holatlarda o'zi imkoniyat darajasida standart bo'yicha yangi eshitish moslamasidan olgan ovoz sifatini ola olmaysiz. Remont paytida agar mikrofon qismi xiralashgan bo'lsa, faqat mikrofon qismi o'zgartiriladi. Agar kolonka, dinamik qismi buzilgan bo'lsa, aynan kolonka yoki mikrofon o'sha dinamik qismi o'zgaradi. Qolgan qismlar o'sha eski holatda qoladi. Shuni hisobiga yangi apparat olganingizdaqangi ovoz sifatli bo'lmaydi. Uni biz laboratoriyada tekshiruv orqali chiqaramiz. Mijozlarga har bir apparat laboratoriya tekshiruvi ostida o'zini texnik parametriga mos kelyaptimi, yo'qmi, shuni tekshirgan holatda chiqariladi. Juda ko'p mijozlarimiz biladi buni. Masalan, ma'lum bir vaqtdan keyin knopkalar ishlamay qoladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin ikkitadan mikrofonda bittasi ishlamaydi, bittasini o'zini ishlatib beramiz. Shuning uchun eshitish moslamasi olayotganingizda uni garantiya, ekspluatatsion muddati haqida qiziqib, buni aniq bilib oling va aynan eshitish moslamasidan mana shu muddatda foydalanishga odatlansa yaxshi bo'ladi. Hozirgi eshitish moslamalarimiz yuqori texnologiyalarga ega bo'lganligi sababli buni masalan bitta eshitish moslamasini ham uyda, ham ishxonada, ham to'yda, ham bozorda, ya'ni kuniga 10 soatlab, 12 soatlab taqib yurish imkoniyati bor. Endi bu imkoniyat bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan misol tana doim qizib turadi, terlab turadi. Ma'lum bir darajada suyuqlik, namlik ajraladi tanadan. Bu namlik o'z-o'zidan bu eshitish moslamasini bora-bora vaqt o'tgan sari sifatini buzilishiga olib keladi. Shuni hisobga olgan holda biz shu har 4 yilda yoki 5 yilda eshitish moslamasi olish tavsiya qilinadi. Bu haqda yana ma'lumotlar kerak bo'lsa bizga murojaat qiling. Telefonlarimizga telefon qilib, o'zingizga yaqin bo'limlarimizga, filiallarimizdagi xodimlarga murojaat qilib, qo'shimcha maslahatlar olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.